Assalomu alaykum qadrli talabalar. Demak, estetika mavzusini davom ettiramiz. Asosiy soha mavzular. Estetik qadriyatlar, go'zallik, yuksaklik, ohang. Go'zallik estetik qadriyatlar o'rtasida go'zallik eng muhim hisoblanadi. Qiziqarli fakt, go'zallik va yuksaklik o'rtasidagi farqni ko'rsatish uchun mashhur san'at asarlarini taqqoslash kifoya hisoblanadi. Yuksak estetik tajribada kuchli his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi. Ohang san'at va musiqa orqali ifodalanadi. Go'zallik va yuksaklik san'at asarlari orqali taqqoslash asosiy masala bo'ladi. Bunda biz ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa demak, muvozanat, uyg'unlik, sokinlik, noziklik, ya'ni go'zallikning xususiyatlari. Yuksaklik xususiyatlari esa hayrat, qo'rquv, uyg'unlik, cheksizlik. Shular aynan go'zallik xususiyatlari hisoblanadi. Bo'lmasam asarlarga masalan Venusning tug'ilishi go'zallikka bo'lsa, tuman ustidagi sayyoh bu boyaga yuksaklikka misol bo'lishi mumkin asarlar bilan. Demak, qisqacha tavsif. Tabiiy go'zallik uyg'un tana, nafis va yengil ranglar. Bu yerda Venusning tug'ilishi asarida go'zallik misol keltirilgan. Tabiatning ulug'vorligi, yolg'izlik, ichki titroq bu yuksaklikka misol bo'la oladi. Go'zallik va yuksaklikka yana misol keltirilgan, masalan, nazokatli tafsilotlar, estetik joziba. Bu asar nomi berilgan. Bu yerda portret orqali ichki tinchlik va go'zallik ko'rsatilgan. Yuksaklikka inson qudrati yetmaydigan kuchlar, to'fonli dengiz, halokat, axloqiy hayrat va hokazo. Mana bularning biri go'zallikka misol bo'lsa, Mona Lisa portreti, bunisi esa yuksaklikka, bu yonidagi asar yuksaklikka misol bo'la oladi. Xo'p, falsafiy kontekstda shuni aytishimiz mumkin. Kant nazarida go'zallik bizni quvontiradi, lekin yuksaklik bizni titratadi, ongimizni chegarasizdan tashqaridagi kuchlar, ya'ni tabiat, ilohiylik, vaqt haqidagi faqida o'ylashga majbur qiladi. Burke yuksaklikni yoqimli dahshat deb ataydi. San'at falsafasi san'at nima va nima emas degan savolni qo'yadi. San'atning ta'rifi. San'at bu estetik tajriba yaratish jarayoni. Qiziqarli misol. O'quvchilarga turli san'at asarlarini ko'rsatish va muhokama qilish. Bu yerda turli san'at asarlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Slaydning keyingi nimalarida. Xo'sh, san'at nima? San'at bu ifoda, ya'ni ichki kechinmalar, g'oyalar yoki dunyoqarashni hissiy va simbolik shaklda ifodalash. Ijod, takror emas, yangi narsani yaratish, ya'ni san'at bu takror bo'lmaydi, yangi narsani yaratadi. Estetik tajriba, tomoshabinga go'zallik, yuksaklik yoki boshqa kuchli hissiyot uyg'otadi. Kommunikatsiya, boshqalar bilan hissiy yoki falsafiy aloqaga kirish vositasi hisoblanadi. Maqsadli shakllantirilgan obyekt tasodif emas, balki ongli yaratilgan. San'at bu ruhning seziladigan shakldagi ifodasidir. Hegelning fikricha san'at hissiyotning tashqi ramzi. Tolstoyning fikricha esa san'at narsalarni qanday ko'rayotganingni emas, ko'rsatishdir. San'at bu narsalarni qanday ko'rayotganingni ko'rsatishdir. Bu nima degasining fikri. San'at nima emas? San'at texnik mahorat bo'lsa, ammo hissiy yoki ma'naviy mazmun bo'lmasa, hech qanday kontekstga ega bo'lmasa, ya'ni ijodkor yoki tomoshabin uchun hech narsa anglatmas. Sof tijorat yoki manipulyatsiya
maqsadida yaratilgan bo'lsa, masalan uchun faqat reklama uchun tasodifiy harakatlar, lekin hech qanday niyat yoki ifoda yo'q bo'lsa, bu san'at bo'lmaydi. Bahsli savollar. Xo'p. Bahsli savollar haqida gapirishdan oldin mavzumizni shu yerda tugatib turamiz. Keyingi slaydda boshqalar haqida